Assalomu alaykum. 3-darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz sal jiddiyroq va darsimiz uzunroq bo'ladi. Shuning uchun bloknotingizni olib oling va обязательно darsdan keyin biz praktikada nima qilgan bo'lsak, o'shani o'zingiz ham как uy ishi sifatida qilib ko'ring. Har bitta darsdan keyin narsalarni qilib borishingiz sizga o'sha joyida o'sishga yordam beradi. Xo'p, bugun gaplashadigan mavzuyimiz Targetni platformaga kirib boramiz, biznes portfolio nimaligini ko'rib chiqamiz. Ikkiga bo'lamiz har doimgidek. Birinchisi nazariy va ikkinchisi praktika. Nazariy qismdan biznes portfolio, ad account nimaligi, o'zi nima uchun ishlatiladi, qanaqa maqsadlarda ishlatsak bo'ladi, o'shani ko'rib chiqsak, ikkinchisi praktika tomonidan o'zimizga biznes portfolio ochamiz, unga ad account qo'shamiz va ad accountimizni to'liq nastroyka qilib chiqamiz. Ya'ni nastroyka deganda nima? U yoqda billing qismi, ya'ni oplata qilinadigan qismlarni, nalog to'laydigan joyi bor, uni berkitamiz, ya'ni sizdan ortiqcha nalog olmaydi. O'sha joylarni praktikada to'liq ko'rib boramiz. Biz Targetni platformaga, ya'ni Ads Managerga o'tishimiz uchun har doimgidek Facebookga kirib olamiz. O'ylaymanki, o'tgan darsda Facebookingiz bo'lmasa, Facebook ochib olgansiz va page unga ulagansiz. Xo'p, Ads Managerga, ya'ni Targetni platformaga qayerdan kiradi? Facebookimizda chap tomondagi menu qismidan Ads Managerga kiramiz. Shu joy bizda Targetni qism, ya'ni Ads Manager deyiladi. Xo'p, bu yerda mana platforma ochildi bizda. Hozir har xil knopkalar bor, menyular bor. Bunga hozirdan boshingizni og'ritmang va bu qanaqa ishlaydi, mana bunisi qanaqa ishlaydi, o'zi umuman nastroykalari qanaqa deb ortiqcha o'zingizga stress solmang. Birin-ketin har bitta darsda har bitta qismni, ya'ni Ads Managerni, Targetni platformani har bitta knopkasi qismini ko'rib boraveramiz. Hozir siz fokusingizni aynan men o'rgatayotgan joyga qaratishingizni so'rab qolaman. Biz bugun mana shu platformadan biznes portfolio degan narsani ko'rib chiqamiz. Xo'p, biznes portfolio uchun mana bu joyning ustiga bosamiz. Xo'p, bosganda o'zingiz akkauntingiz turadi. Har doim Targetni platformaga kirganingizda o'zingiz akkauntingiz turadi. Undan keyin biznes portfoliolar turadi. O'zingiz ochgan. Xo'p, biznes portfolio o'zi nima? Keling, shu haqida to'xtalamiz. Biznes portfolio har birimizni biznesimizni boshqarish uchun o'zi chiqarilgan. Biznes portfolioning ichida ad account degan yana bir bo'lim bor. Aynan shu bo'lim orqali siz o'zingizning reklamalaringizni yoqasiz. Umumiy qilib aytganda, bitta Facebook akkauntingiz orqali siz 10 tagacha biznes portfolio ochsangiz bo'ladi va har bir biznes portfoliongizdan 5 tagacha ad account ochib chiqsangiz bo'ladi. To'g'ri, qanaqadir tushunarsiz, qiyin struktura, lekin men sizga oddiy ikkita misolda mana shu strukturani qanaqa ishlashini, o'zi mohiyati nimaligini tushuntirib beraman. Birinchisi, oddiy o'zim ishlayotgan joydan misol keltiraman. Men katta IT kompaniyada marketolog sifatida ishlayman va u IT kompaniyani o'zini qator biznes yo'nalishlari bor. Ya'ni akademiyasi bor, outsourcingga proyekt olib ishlaydi, o'zini produktlarini chiqaryapti va ularni hammasiga reklama kerak. Men nima qildim? O'sha IT kompaniyaga bitta biznes portfolio ochdimda va unga 3 ta ad account ulab chiqdim. Ya'ni birinchi ad account bu akademiya, ikkinchi ad account bu outsource va uchinchi ad account bu produkt. Va birinchi ad accountdan men IT o'rganmoqchi, yo bo'lmasam ITda qanaqadir bilimlarini oshirmoqchi bo'lgan insonlarga reklama yoqsam, ikkinchi ad accountda outsource, ya'ni har xil veb-saytlar, landing page'lar yo bo'lmasam qanaqadir applicationlar yaratmoqchi bo'lgan insonlarni topib, o'shanga reklama yoqaman. Va uchinchi ad account bu produkt. Например, oddiy misol, o'sha IT kompaniya qanaqadir taksi приложениесini chiqarayotgan bo'lsa, u ad accountdan men o'sha produktni, brendini insonlarga tanitishini, undagi qanaqadir yangiliklar bo'lsa, yo bo'lmasam qanaqadir tariflar bo'yicha o'sha mavzu, umumiy olganda taksi bo'yicha men reklama yoqaman. Oddiy qilib aytganda, bitta biznes portfolio, ya'ni bitta korxonani nechta biznes yo'nalishlari bo'lsa, o'shanga qarab ad account ochib ketaverasiz. Biznes portfolio o'shaligicha, ya'ni o'sha korxonaning nomida turaveradi. Bu oddiy o'zim ishlayotgan korxonadan misol keltirdim. Endi undan tashqari meni ko'chada yana marketing agentligim bor. Ya'ni meni o'zimni shaxsiy boshqa biznesim bor. Marketing agentligim har xil proyektlar bilan ishlaydi. Ya'ni учебный center bilan,
uy arendasi bilan va qurilish bilan ishlaydi. Men nima qildim? O'zimni marketing agentligimning nomidan bitta biznes portfolio ochdimda, qurilish uchun alohida ad account, учебный center uchun alohida ad account va uy arendasi uchun alohida ad account ochdim va har bitta ad accountga o'sha mavzu bo'yicha, o'sha biznes bo'yicha reklamalar yoqib borilaveradi. Ikkita usulda, ya'ni ikkita misolda men sizga tushuntirib berdim. Biznes portfolioni o'zingiz xohlagancha olib boraversangiz bo'ladi. Например, siz ertaga shaxsiy brend bo'yicha qanaqadir agentlik ochsangiz, bitta umumiy agentligingiz nomidan shaxsiy brend deb biznes portfolio ochasiz va har bitta olib borayotgan o'sha insoningizga reklama kerak bo'lsa, alohida ad account ochib boraverasiz. Например, sizning marketing agentligingiz bor, faqat shaxsiy brend bilan shug'ullanadi. Birinchi ad account Alisher aka, ikkinchi ad account например Omon aka va shunaqa shu zayl ketaveradi. Agar ad accountingiz to'lib qolsa, bemalol boshqa biznes portfolio ochib boraversangiz bo'ladi. Umumiy olganda, nazariy qismidan men sizga biznes portfolio va ad account nimaligini tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Endi praktikada biznes portfolio ochamiz, unga bitta ad account ulaymiz-da, ad accountni to'liq nastroyka qilib chiqamiz. Nastroyka deganda har xil to'lov tizimlari va nalog, ya'ni sizdan reklama yo'qotganingizda nalog olib qoladi. O'shalarni ham to'liq nastroyka qilib boramiz va reklama yoqqaningizda nalog olmaydigan qilib to'g'rilab chiqamiz. Biznes portfolio ochishimiz uchun Facebook akkauntimizga kirib olamiz va Facebook akkauntimizdan menu qismidan Ads Manager'ga kiramiz, ya'ni targetning platformaga kiramiz. Xo'p, targetning platformaga kirganimizdan keyin o'sha yuqorida aytib o'tgandim, har doim o'zimizni akkauntdan ochiladi. Agar biznes portfolio ochgan bo'lsangiz, bu yerda alohida turadi. Biznes portfolio ochmagan bo'lsangiz, bu yerda hech narsa turmaydi. Bu yerdan o'zimiz uchun biznes portfolio ochishimiz kerak, ya'ni Create a Business Portfolio knopkasiga bosamiz. Bu yerda o'sha biznes portfolio nomini kiritamiz. Masalan, yangi ishlayotgan proyektimiz Atmos va o'zingizning ismingiz, familiyangiz va ishlatadigan Gmailingizni kiritasiz. Xo'p, bizda bu nomni qabul qilmadi. Har doimgidek o'sha Meta kompaniyasi mana shunaqa joylarda injiqligi bor. Buni o'zingiz o'zgartirib to'g'rilab olaversangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha nomingiz, ya'ni biznes portfolio ochayotgan nomingiz imkoni boricha sizni pejingizda bo'lishi kerak. Xo'p, apartment qilib ko'ramiz. Bizda biznes portfolio ochildi. Ozgina internet hisobiga yoki bo'lmasam Facebook o'zini sekin ishlashini hisobiga sekin ishlayapti. Xo'p, endi keyingi qadamlarga o'tamiz. Va bu yerda bizdan so'rayapti, mana shu nomli, ya'ni shunaqa page ochganmiz va unga agar esingizda bo'lsa, page ochib Instagramni ulagan edik va hozir so'rayapti, mana shu narsani qo'shib qo'yasanmi, yo'qmi degan. Biz o'sha joydan shuni tanlaymiz va keyingi bosqichlarga o'taveramiz. Next, bu yerdan ikkinchi email kirityapti. Hozir bizga bu narsalar kerak emas. Keyinchalik ham nastroyga qilaveramiz bularni. Xo'p, mana bu yerdan olib o'tyapti, confirm tasdiqlayapmiz. Va bizda biznes portfolio ochildi. Bitta refresh beramiz ekranni. Xo'p, endi bo'lsa ochgan portfoliomizdan ad account ochamiz va uni to'liqligicha nastroyka qilib chiqamiz va yana xuddi shu joy o'zida biznes portfolioni o'zini qolgan nastroykalari bilan ham tanishib chiqamiz. Xo'p, yangi ochgan biznes portfoliomizga kiramiz, Atmos Apartments. Bizda ad account bo'lmaganligi uchun hali mana bu yerda hech nima ochilmagan va to'g'ridan to'g'ri Metani o'zi, ya'ni shu platformani o'zi nastroykaga o'tgan deb jo'natyapti bizni. Nastroykaga o'tamiz. Nastroykaga o'tgandan keyin mana bu bizni to'liqligicha mana shu biznes portfoliomizni nastroyka qismi, hamma narsa bor bu yerda. Bu bo'limga yana alohida qaytamiz. Hozir avtomatik o'sha bizni Meta kompaniyasi ad account bo'limiga chiqarib yubordi, chunki bizda ad account yo'q, hozir ochishimiz kerak. Xo'p, ad account ochish uchun mana bu knopkani bosamiz, add va bu yerdan create a new ad account. Ad accountni nomini kiritamiz bu yerda. Masalan, oddiy misol Atmos yoki bo'lmasam rent
apartment va bu yerda time zone, ya'ni shu vaqt bo'yicha ketadi va oplata qismi dollarda ketadi. Okey, ketdik. My business va bizda add account ochiladi. Mana add account ochildi. Bu yerdan hamma dostupni o'zimizga full qilib olamiz. Ya'ni managing campaign va manage add account bo'ldi. Hammasini full qilib oldik. Va mana avtomatik yana o'zi chiqaryapti. Add payment info close qilamiz. Buni keyinroq ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, exit. Mana bizda add account ochildi. U qayerda ko'rinadi? Yana o'sha platformaga qaytamiz, Ads Managerga qaytamiz. Boshidan sizga ko'rsataman. Xo'p. Mana bu unaqada. Hozir yana o'zimiz akkauntga qaytamizda. Mana xuddi shunaqa Ads Manager birinchi kirganingizda mana shu variantda ochiladi. Bu yerda o'z akkauntingiz va mana bu yerda o'sha tepada sizda ochgan biznes portfoliosi turadi mana. Atmos Apartments ochdik va bitta add account uladik unga. Uni yana qayerdan ko'rsangiz bo'ladi. Naprimerga siz bitta biznes portfoliodan 3 ta 4 ta add account ochsangiz va qaysi birida turganligingizni bilishingiz uchun mana yuqorida campaignsga bosasiz. Bu yerdan see more add accounts, hamma add accountlarni ko'rish. Mana naprimerga Digital Aggregator o'zida menda 3 ta add account bor. Atmos Digital Aggregator Marketing Agency, shaxsiy brend o'zimniki va keyingisi mana bu bizni yangi ochgan biznes portfoliomiz va mana bu yerdagi bizni add accountimiz. Hozir shu bo'limga kiramiz. Mana bizda o'sha ochgan add accountimiz. Endi men sizga add accountni to'liq tushuntirib berib nastroyka qilishimdan oldin, ya'ni nastroyka qilib berishimdan oldin biz biznes portfolioni o'zini nastroykalari bilan tanishib chiqamiz. Yana o'sha biznes portfolioga kiramiz va nastroyka qismiga o'tamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, mana shu yoqda to'liq biznes portfoliyongizni nastroykalarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda juda ko'p bunaqa tugmalar. Biz hozir asosiy joylarga to'xtalamiz. Qolganlarni qachon ishingiz tushsa, praktika davomida o'zingiz kirib, o'zingiz o'rganib, davom ettirib ketaversangiz bo'ladi. Xo'p, asosiy ko'radigan joyimiz bu users, ya'ni pользовательlar. Hozir mana bu yerda people turibdi va shu bo'limdan o'zi kirib turibdi. Shu bo'limdan mana bu yerdan invite people qilib, ya'ni shu biron bir insonni taklif qilib, unga dostуп bersangiz bo'ladi o'zingizning portfoliyongizdan, ya'ni biznes portfoliyongizdan. Oddiy misol, siz marketologsiz va targetologni ishga oldinglar. Siz hozir olib ketayotgan o'sha targeting jarayonini yoki bo'lmasam biznes portfolioga unga dostуп berib, keyinchalik full kontrolni unga bersangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam qaysidir biznesmen bilan ishlayapsiz, u real vaqtda qanaqa jarayon ketishini ko'rish kerak, unga ham xuddi shu joydan dostуп berasiz. Bu o'sha usersdan oddiy o'sha biznes portfolioga dostуп beriladigan joy. Shunaqa qabul qilsangiz bo'ladi. Keyingi ko'radigan joyimiz bu accounts. Accountsda page bor, add account bor va shunga o'xshash qator knopkalar bor. Biz ko'radigan asosiy joy bu add account. Add accountni agar boya ko'rgan bo'lsangiz, biz shu joydan kirib add account o'zimizga ochdik mana. Rent Apartments. Shu add account ochdik. Xuddi shu bo'limdan o'zingizga yangi add account ochib, yangi bizneslarni olib borsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasam o'sha uy arenda berayotgan joy boshqa biznesni boshladi, o'shanga alohida target yoqib ketaversangiz bo'ladi. Bu add account qismi. Xo'p, endi oxirgi ko'radigan narsamiz bu business info, ya'ni shu biznes portfolioni to'liqligicha nastroyka qilsangiz bo'ladi. U pastroqda business info tugmasida joylashgan. Va bu yoqdan edit qilib o'sha biznes portfoliyongizga rasm qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni obloshka qo'ysangiz bo'ladi va bu yoqda to'liqligicha dandilarni to'ldirib ketsangiz bo'ladi. Maslahat berardim, biznes portfoliyongizni to'liqligicha to'ldirishni, chunki shu joyini to'liq to'ldirganingizdan keyin add account limitingiz oshadi. Hozir biz hech qanaqa info kiritmaganmiz, verifikatsiyadan o'tmaganmiz, bitta add accountimiz bor. Shu joyini to'liqligicha to'ldirsangiz, siz 5 ta 6 tagacha add account ochish limiti paydo bo'ladi. Xo'p, ko'radigan joyini ko'rdik. Biznes portfolioda asosiy qismi users, accounts va business info. Endi biz o'zimiz ochgan add accountga o'tamiz. Xo'p, uning uchun Ads Managerga qaytamiz.
ad akkauntimizni payment qismini, ya'ni to'lov qismlarini va bizdan Facebook kompaniyasi nalog olmasligi uchun INNni qayoqqa kiritishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun o'sha Atmos Business Portfolioda turibmiz va ad account, Rent Apartments ad accountda turibmiz. Xuddi shu joydan Billing Payments ga o'tamiz, ya'ni to'lov tizimiga o'tamiz. To'lov tizimi menyusi ochildi. Bu yerda akkauntlarni ko'rsangiz bo'ladi, activityni ko'rsangiz bo'ladi, to'lov unaqa usulni ko'rsangiz bo'ladi. Bizga hozir asosiy kerakli joyi bu payment activitydan payment settings. Aynan shu joyga yaxshilab ahamiyatli bo'ling. Mana shu payment settings, ya'ni настройкаga o'tamiz va настройкаga o'tganimizdan keyin mana bu joydan o'zimiz bemalol qaysi usulda to'lov qilishimizligini kiritsak bo'ladi. Bu yerda PayPal bor va boshqa kartalar bor, ya'ni Visa, Master bor. Maslahat berardim shu joyda. Men o'zim Anorbankdan ishlataman. Anorbankni uz kartini ham unaqa 3 v 1 deydi. Mastercardni ham ishlataman. Unda bo'li unaqa o'rtadagi komissiya uz kartdan Mastercardga pul o'tish komissiyasi kamroq. То есть kurs raznisasi kichkina. Payme bor. Payme'da ham elektron viza ochsangiz bo'ladi. Unda o'rtadagi kurs raznisasi juda ham baland. Shuning uchun Anorbankka borib, erinmasdan shu ikkita karta ochib olsangiz bo'ladi va bemalol приложениyaning o'zida unaqa perevod qilib yuraversangiz bo'ladi. Xo'p, shu yerdan kiritsangiz bo'ladi. O'zingiz kiritib qo'yaverasiz. Mana, например, karta turibdi. Next'ni bosamiz. Bu yerdan nomer, nomi aniqrog'i, kartani raqamlari, srok действияsi, CV o'shalarni kiritib to'ldirib qo'yaversangiz bo'ladi. Endi asosiy joyi mana Business Info degan joyini edit qilamiz. Xo'p, Business Info bo'limi ochildi. Bu yerda hamma danlilaringizni to'ldirib boraversangiz bo'ladi. Ya'ni biznesingiz nomi, adreslari, mana oxirida VAT ID degan joyi bor. Shu joyga o'zingizni INNingizni kiritasiz va men rasman o'sha biznesmenman yo'qmi bo'lsam I am an Uzbek legal entity to'g'ri o'qidimmi bilmayman. Xullas shuni bitishga qilib bu yerdan keyin saqlashni bosasiz. Mana shu joyga VAT ID'ni, ya'ni INNingizni kiritmasangiz sizdan 12% ortiqcha nalog olib qoladi. Biz umumiy olganda o'sha biznes portfolioni asosiy настройкаларni ko'rib chiqdik va ad accountni o'sha payment qismlarini ko'rib chiqdik. Boshida biz reklama yoqib kelayotgan paytda Meta kompaniyasi nalog olayotganini hattoki bilmaganmiz. Shuning uchun ham men aynan video uroklarda birinchi bo'lib mana shu настройкаlarga ko'proq urg'u beryapman. Qanchalik siz platformani o'zingizni biznes portfoliyozda zo'r настройка qilsangiz, shunchalik ertaga reklama yo'qotganingizda qanaqadir mayda-chuyda problemalar bo'lmaydi. Oddiy misol 12% mi, 15% nalog olib qoladi Facebookning o'zi. $1000 nalogga расход qilsangiz, to есть reklamaga расход qilsangiz, $150 ortiqcha pul to'lagan bo'lasiz. Shuning uchun ham настройкаga ko'proq urg'u beryapmiz. O'ylaymanki, har bitta nazariy qismini o'zingiz uchun yozib boryapsiz va praktika qismini o'zingiz uchun praktika qilib kelyapsiz. Xudo xohlasa, keyingi darslarda biz reklama yoqishlarini ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz tugadi. Uyga vazifa sifatida o'zingizga nazariy qismlarni yozib oling va praktika tomonidan bitta-bitta ko'rib, o'zingizga biznes portfolio yaratib oling. Salomat bo'ling.